Xitoyda kichkina mandarin tonnasi necha pul turadi deb o'ylaysiz? Kelinglar, men sizlarga bugun O'zbekistonga qanchaga kirib kelishini hisoblab beraman. Oldin kelishib olaylik. Men hech qanaqa deklarant emasman. Bojxonachi ham emasman. O'rtacha real bozor narxida hisoblab beraman. Xitoy ichida kichik mandarinning o'rtacha narxlari hozir shunaqa. Noyabr-dekabr oylari tonnasi $350-500 atrofida bo'ladi. Yanvarda $450-650, fevral-mart oylarida $600-900 atrofida bo'ladi. Bu kichik, shirin, eksportga mos bo'lgan mandarinlar uchun real narx. Endi hisoblaymiz. Misol uchun tonnasini $500 deb olaylik. Biz 22 tonna mandarin yuklaymiz. Tovar narxi $11,000. Endi logistika. Guansi Toshkent furi hozirgi kunda $8,000 atrofida. Eksport hujjatlari taxminan $50-100 atrofida. Bu degani logistika bir tonnaga o'rtacha $360 ga tushyapti. Toshkentga kelgach esa, agar sizda qum, shag'al, ko'mir deb yozib olib kirish qobiliyatingiz bo'lmasa, fitosanitariya, bojxona deklaratsiyasi, bojxona yig'imi, NDS hammasi qonunchilik asosida rasmiylashtiriladi. Hammasini qo'shsa 22 tonna mandarin Toshkentga kelguncha taxminan $26,500 bo'ladi. Ya'ni 1 kilosi o'rtacha $1-2 atrofida chiqadi. Yana qaytaraman. Agar siz oq yo'l bilan ofitsialni olib kelsangiz, endi boshqa masala bor. Mandarinchilarning 70% bu yo'l bilan olib kelmaydi. Biz o'zbekmiz-ku. Nima qilamiz, davlatni boyitib, to'g'rimi? Yo, biz обязательно qonun buzib teleport kargolardan olib kelishimiz kerak. Iloji bo'lsa bosh to'lamay tekinga olib kelsak. O'rtoqlar, bunaqa qilmanglar. Davlat bojini to'lasanglar, bu sizlarning qadriyat tomonidan majburiyatingiz. Pul qayerga ketishi bilan sizlarning ishinglar bo'lmasin. Qaysidir qismi albatta yurtimizni rivojlantirish uchun sarflanadi.